Akalar 0.6 kubali mini pogruchkamizni motoriga qaranglar, umuman salarga tanlamaydigan oddiy apparat motor, 4 silindrli, 42 kilovat buni ot kuchiga keladigan bo'lsa, endi buniki 0.5 kubali pogruchkamiz ham xuddi shunaqa oddiy apparat motor turibdi, salarga tanlamaydi, 1,5-2 litr maksimum rasxod qiladi akalar. Bularni xuddi hali MTZ traktorlarini motorlarga ham o'xshab ketadi. Strukturasi oddiy. Любой odam buni tushunadigan odam tuzatib qo'yaveradi. 1 yillik garantiyalari bor bu pogruchkamizni. Hozir bitta klient bilan o'zim telefon qilib gaplashib ko'rdim. Qanaqa ishlatyapsiz aka? Mana bu 0.6 kubalikni olib ketishdi. Qanaqa ishlatyapsiz desam, traktorga nur ham yuklayapmiz. Undan tashqari qurilishlarda ham uski darogalarga bemalol yo'llarga kirib ketyapti. Kichkina bo'lgani uchun zakaz ko'p tushyapti. Shag'allarni ham ortib olamiz deyaptilar. Mana 0.6 kubalikni motorini qaranglar akalar. Bu ham oddiy apparat 4 silindrli 42 kilovat. 1,5-2 litr rasxod qiladi. Akalar, agar bu texnikalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham pastdagi raqamlarga murojaat qilaveringlar. 1 yillik garantiyalari bilan qilib beramiz.